Sen bu yerda nima qilyapsan? Sen o'zing bu yerda nima qilyapsan? Bu ayollar xonasi. Sen qila olmagan ishni qilyapman. Shuncha yil uyda o'tirgan bo'lsam ham, ishni sendan yaxshiroq bajaraman. Mana bu ajrashish haqidagi hujjat. Hamma shartlarga rozi bo'lib imzo qo'yasan. Bolalar uchun aliment olmaysan. Aks holda bu yerda hamma seni kimligingni biladi. Birgina ajrim bilan osongina qutulib qolaman deb o'ylayapsanmi? Sen hali shoshmay tur. Shu rasmdagi odam haqida ma'lumot to'pla. Qayerda ishlaydi, qanday faoliyat bilan shug'ullanadi, kimlar bilan aloqada, hammasini aniqlab kel. Faqat qonuniy va ishonchli yo'l bilan. Mana xonim. Siz so'ragan ma'lumotlar. Hammasini aniqladim. Ajoyib. Endi qanday yo'l tutishni bilamiz. Xo'sh, erginam. Odamni xo'rlash qanday ekanligini his qilish navbati endi seniki. Ko'ylak juda ham yoqdi. Olib berasizmi? Ha, azizam, albatta. Sen bundan ham yaxshilariga arziysan. Istagan narsangni olaver. Bizga shu ko'ylakni o'rab bering. Kechirasiz, janob, lekin bu ko'ylak sotilmaydi. Do'kondagi barcha ko'ylaklarni hozirgina boshqa mijoz sotib oldi.